Suhbatkardan با زبان فارسی را می‌آموزیم. فارسی tilinde сөйлешүүнү үйрөнөбүз. Alfabetти жаттайбыз. Assalomu alaykum. Qirg'izcha деле assalomu alaykum deb uchrashamiz. Читур хастид? Qandaysiz? Tashakkur, men xo'p hastam. Men yaxshi, rahmat. Shimo chutur hastid? O'zingiz qandaysiz? Xudoga shukr, xo'p hastam. Allohga shukr, yaxshiman. Assalomu alaykum hurmatli tuyg'anlar. Agarda video yoqqan bo'lsa, kanalga qattiqlik like bosingizlar. Keyingi ko'rishgungacha sog' salomatda bo'lingizlar.